Futbolchilik faoliyatingizda nimaga aynan 6-raqamni tanlagansiz? Bunga nima sabab bo'lgan? Bunga bir aniq sabab keltira olmayman-u, lekin bu o'tgan voqeani sizlarga aytib beraman. Biz Anvar Berdiyev bilan bir jamoada o'sha 97-yilda Nasaf jamoasida o'ynaganimizda ikkalamiz familiyadoshimiz, yaxshi tandim bo'lganimiz uchun ba'zi bir kishilar menga maslahat beruvdi, kattaroq nomerda o'ynaydi. Men chunki birinchi Nasafga kelganimda 2-raqamda o'ynaganman. Keyin o'sha maqsadda, o'sha taklifni o'zimizga qabul qilib 8-raqamda maydonga tushganman. Qaysi birdir o'yinda. O'yin natijasini aniq bilmayman-u, lekin o'sha o'yinda men qizil kartochka olgan edim. Bundan keyin 8-raqamdan ham kechuvdik va undan keyingi o'yinda esimda bor, 6-raqamda maydonga chiqqanman. Natija yaxshi bo'lgani uchun, balki yaxshi o'ynaganimiz uchun o'sha nomerda, o'sha raqamda o'ynashga qaror qilganman. Yana bir ba'zi taraflari bor, o'zimni yaqinlarim aytardi bu haqida. 6-o'g'il farzandligi uchun 6-nomerda o'ynagan deb. Endi buni sabab qilib ko'rsatmagan bo'lardim. Asosiysi o'sha bu o'tgan voqea mana shunaqa bo'lgan edi. O'shandan keyin 6-raqamda qolib ketganman.